Mana kartoshkalarimizni 23-fevraldagi holatlari. Hozircha bizda mana shunaqa holat. Yomg'irlarga ishonib suv qo'ymay turgandik. Yomg'ir ham bo'ladi, yog'di-yu, prosta sal kamroq yog'di. Biz o'ylaganimizdan ko'ra, biz kutganimizdan ko'ra nisbatan kamroq yog'di. Shuning uchun buyog'iga uncha yomg'ir ob-havo ko'rsatmayapti. Shunga suv qo'yishni endi boshladik. Kecha ozroq yog'ib o'tdi, yerlarni bir bo'ladi, o'ziga yarasha yog'di-yu, lekin kutilganidan sal ozroq kamroq. Mana shunaqa holat kartoshkalarimizda. Mana bu ayrim kartoshkalarga mana buni kartoshkalarimizda mana shunaqa qo'ng'izlar bor, bir terib chiqqandik. Kolorado qo'ng'izi deydi buni. Agar ochib chiqsa dorilab tashlaymiz deb mo'ljallab turibmiz, lekin hozircha bizda bu ochib chiqqanicha yo'q. Hozircha endi avj olib ketmasligi uchun ko'ringanini olib o'ldirib tashlayapmiz. Hozircha ochib bir ko'payish holatlari yo'q. Suv esa sepyapti. Mana shunaqa holatda bo'lib turibdi. Ayrim joylarda mana bunaqa suv sizadigan holatlar ham bor. Bu tomchilayni ishlatganmiz, shunga shunaqa kamchiliklar ham bor o'ziga yarasha. Bizni dalamizda hozircha mana shunaqa holat. Narigi tarafimizdan ko'ra bu tarafimizda ozroq falaklarimiz kichkinaroq. Sababi ekilishda ham bir anchagina farqi bor. Bu birinchi sabab. Birinchi sabab bu narigi tarafimiz bir haftacha oldin ekilgan. Bu tarafimizdan keyin bir haftacha oldin ham chiqqandi yerga ko'rinib qolgandida. Ikkinchi sababi navida ham farqi bor. Mana o'zi ko'rinib turibdi palagida. U boshqacha nav, bu boshqacha nav. Shunaqa vaziyatlar.